Hürmetli vatandaşım, biz sizlerge ötken ki leksiyelerimizde Cungo'dun yani Cungo yeni burjaziyasının siyasi sahnege çıkışını talep kılıvatkandık. Cungo yeni burjaziyasının vekili Govingoy Efendi New York'ta Amerika'da peyda oldu. Cungo yukarı katlam emeldarlarının kılmış etmişlerine paş kılıvatıdı da bir haber tanıştığın idik. Bu kişinin sözlügen sözlerden, notuklardan nurgun misallarını keltirgen edik, lekin köp bolmasın şunda kılgan edik. Endi bugün biz yani şu Govingoy doğrusu toxtalımız. Çünkü bu adam bargan siri hazır halkarada bir kızık noktalıq adam bulup kaldı. Mavzumunda Govingoy Amerika'da siyasi panahlık talep kıldı. Mavzulu haber 9. ayının 6. günü Van Vitor bitidi ilan kılındı. Haber mundak başlar. Para berdi dep guman kılıngan Cungo Halkara Interpol arkalı kızıl tutuş buyruğu çıkarılgan Cungoluk södiger Govingoy burun Amerika'da vize berişti davamlaştırışını talep kılsa red kılınıptı degan sözler tarqalgandan keyin tashqari dunyo matbuotlarining xabar qilishicha Govingoyning advokati Thomas Ragland Govingoyning advokati Amerikalik advokati Thomas Ragland Govingoyning Amerikada siyosiy panohlik talab qilganligini e'tirof qildi. Ragland bunda ko'rsatdi. Amerikada siyasi panohlik talab qilguvchilar qonunining aloyidligi shuki, Amerika Ko'chmanlar idorasi Govingoyning siyosiy panohlik iltimosini rad qilib o'tgan taqdirda uning siyosiy panohlik talab qilishi delosi Ko'chmanlar sotining qonun tartiblari doirasiga kirib keladi. Mustaqil sotchi hukm qiladi. Bu jarayonda ikki taraf qaytadan paktga ega bo'ladi. Qarab chiqiladi. Birinchi qatimda qarab chiqishda agar rad qilingan bo'lsa, siyosiy panohlikka iltimos qilinuvchi Ko'chmanlar yuqori sotiga arz qilinadi. Bu deylo, ya'ni o'xshashlar federatsiyalik yerlik sotga tizimga elindi. Arz qilish yoki oliy sot oxirgi hukmni chiqarguvchi davomlashadi. Arz qilish Amerikada oliy sot, balki Supreme Court oxirgi qarorni chiqarg'ishi davomlashadi. Govingoy yana ko'p qatlamli siyosiy panohlik talab qilguvchilarni qo'g'dash funksiyasi orqali 10 yil shikoyat qilish jarayonida Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining qo'g'dishiga erishdi. Balki Amerikada qonunlar xizmat qila oladi. Demek bu yerda advokat nima demek? Thomas Ragland kechiringlar. Thomas Ragland nima deydi? Govingoyning siyosiy panohlik talab qilishi Amerikada 10 yildan eshib ketishi mumkin deydi. Tushundingizmi? Anglayotgan Uyg'ur vatandosh bu gapning ma'nosi nima? Keyingi tahlilimizda deydi. Govingoyning advokati Ragland yana bunday ko'rsatdi. Jungoning qonun organlari Govingoyga jinoyat bekitgan bo'lsa-mu, Shangan soti, Arab Birlashma Xalqligi, hatto Amerika Qo'shma Shtatlarining qonun sud organlari jinoyat bekitgan bo'lsa-mu, uni Jungoga qaytarib berish mumkinligi nolga teng bo'ladi. Nolga barobar bo'ladi. Chunki Amerikada siyosiy panohlik olish Amerika davlat qonunlarining qiliblashtirilishiga erishib qolmasdan, balki xalqaro qonunlarning qiliblashtirilishi bo'libmi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qiynab jazolashga qarshi turish ahdnomasining qiliblashtirishiga erishdi. Amerika siyosiy panohlik talab qilgan bir nafar chet ellik iltimos qilish jarayonida bir jinoyat bilan jinoyatchi deb bekitilsa-mi, agar o Asad davlatiga qaytarilsa, agar qiyin qistoqqa uchraydiganligini isbotlab beralsalar, Amerika xalqaro majburiyat bo'yicha uni qo'g'daydi. Uni Asad davlatiga qaytarib o'tishga bo'lmaydi. Hürmetli vatandaşım, hazır bu şahs Govingoy Efendi bilen Cungo Kompartiyasi o'ttirisida ayt keskin kurash ketyapti. Bu odamni hozir Govingoyni xilma-xil jinoyat
bo'lishi tegishli, bo'lmas tegishli xilma-xil jinoyatlar bilan ayblab, hatto yaqinda Kompartiya yana bir qatim Govingoy to'g'risida Interpolga qizil tutish buyrug'i e'lon qildi. Shundaqla uning bu odamning stili masalasida bir necha masalalarni o'ydirib chiqdi. Ularning hammasi fosh bo'ldi. Hatto bu xabarlar berib, Amerika Birleşme Agentligi xabar qiladigan darajaga yetdi. Sizlar eritmasanglar vaqtinglar yes ko'rib beqing 9-oyning 4-kuni Mingjin televiziya stansiyasida Xepen apandining so'zlagan bir nutqi bor. Yoki leksiyasi bor. Eritmasanglar vaqtinglar yes ko'rib qo'yinglar, hurmatli vatandoshlar. Hozir bu kishi bir talash tortishga zo'r kishiga aylandi. Endi bu siyosiy panohlik olamandir. Nemish 10 yil davomlashadi, diqqat qiling. Bundaq odamlar masalan ikki davlat Amerika Qo'shma Shtatlaridan Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti o'tirisidagi shundaqla ikki davlatning diplomatiya sohasiga kirib qolsa, masalan bu kishi hozir to'xtamay yuqori darajalik Jungo amaldorlari Wang Qishanni xiyonatchi deb ayblayotdi. Undan keyin Jo'rongjini xiyonatchi, butun oilasi bilan xiyonatchi deb ayblayotdi. Undan keyin sobiq rais Jiang Zeminning o'g'li Jiang Mianxinni xiyonatchi deb ayblayotdi. Hammadan nochisi shu bo'ldiki, bu 3 kun ichida Ming Jianju o avval Soqchi idorasining boshlig'i edi, ministerligining ministri edi, keyin Markaziy komitet siyosiy byurosining Markaziy komiteti Qonun komitetining rahbari bo'lib turayotgan Ming Jianjuni ham onun taraflı xilma-xil jinoyatlarni fosh qildi. Demak, Govingoyning faoliyati nihoyatda inchga, nihoyatda zo'r darajaga ko'tarildi. Ham buning fosh qilish materiallarining hammasi hozir Jungo jamoati, Jungo fuqarolarining ichiga kirib keldi. Shunlashqa bu yerda ikki davlat, Amerika Qo'shma Shtatlari sizdan, bu davlatdan Govingoy siyosiy panohlik talab qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari darhol siyosiy panohlik berish kerakmi yo'q? Bu yerda ikki davlat o'rtasida nozik diplomatik munosabat bor. Shunga aqlli amerikalik advokat dediki, Govingoyga beriladigan siyosiy panohlik ehtimol 10 yillab so'rilib ketishi mumkin, o'zurab ketishi mumkin degan qiyosni o'tirib qo'y. Demak, nayta aql, nayta donolik bilan hukm chiqadi. Shunda qilib, Oqsaroyga xat yozib, hatto 100 ming yaqin odam o'tganlik siyosiy so'zlagan edik. Govingoyni Jungo qaytirib etinglar degan odamlarning yozgan iltimosi Oqsaroyning to'rbitiga shu amon o'chirilganligi to'g'risida to'xtalgan edik. Hozir endi bu yerga kelganda advokat Thomas Garland odam nima dedi? Bu ham siyosiy panohlik oldi. Bu siyosiy panohlik olish jarayonida Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati va qonun organlarining qo'g'dishiga erishdi dedi. Demak, biz hozir shu kunda Jungo Kompartiyasini jur'atlik fosh qila oladigan bir kishining Jungoda siyosiy panohlik tilaganligi, qonunlik yo'l bilan, qonunlik holda siyosiy faoliyat qilayotganligi chiriklashgan, ham siyosatda yiriklashgan, ya'ni mustabidizmlik yo'l bilan yiriklashgan, shundaqla hozir yuqori besimlik siyosatni Tibetda, Shinjongda yo'lga qo'yayotgan Kompartiyaning qilmishini fosh qilayotgan bu odam, biz Govingoyni qo'llaymiz. Shunga shundaq vaqtda bu kishiga siyosiy panohlik berishning Amerika hukumatining oldiga qo'yilganligini, shundaqla bu kishining Amerikada siyosiy panohlik olishning yo'lini ochganligining endi bu odamning xotirjam holatda to'rbatlarda faqat qalam orqali Kompartiya bilan erishadiganligini ko'rsatib turibdi.